Greenleaf korporatsiyasining asoschisi, raisi hamda prezidenti janob William Tsu. U bugungi kunga qadar Gonkong savdo palatasi raisi, Suzhou ichki ishlar assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimlarida ishlab kelmoqda. Mana shu inson haqida gapirar ekanmiz, uning nihoyatda odamiyligi, saxovatpeshaligi biz hamkorlarni doimo hayratga soladi hamda faxr tuyg'usini uyg'otadi. Greenleaf korporatsiyasi O'zbekistonda o'z faoliyatini 3 yildan ko'proq muddatdan beri olib bormoqda va u bugun rasman vakolatxona sifatida tan olindi. Hamda korporatsiyaning O'zbekistondagi vakili janob Viktor Yu o'z ishini yuqori saviyada olib bormoqda. Korporatsiya 2023-yili O'zbekistondagi tarmoqli marketing assotsiatsiyasiga hamkor bo'ldi. 2024-yili esa tovar aylanmasi 8 baravarga ko'tarildi. Hamda yurtimizda ikkita yangi zavod o'z qurilishini boshladi. Greenleaf korporatsiyasining o'z oldiga qo'ygan missiyasi odamlarni sog'lomroq, chiroyliroq, baxtliroq hamda boy qilishdir.